Bemorimiz ayol kishi 92-yil. Shikoyatlari demak har axlat qilganda yiring qon aralash kelishiga hamda kuniga 10-15 marta katta hojatga qatnashiga. Demak mana kolonoskopiya paytida sразу же kiroverish qismidan to'g'richakdan boshlanyapti eroziya hamda yaralar. Bu yazvenniy kolit, erozivniy yazvenniy kolit bularda. Ichakning 1,20 santimetrgacha ushbu proses davom etyapti. Yaralar qonaydi, yiringlaydi hamda ichni surishiga olib keladi. Demak, bemorimiz ishtahasiz, ozib, avitaminoz, ya'ni vitaminlar, mikroelementlar yetishmovchiligi bulardan boshlanadi. Bu kasallikni davolash sal murakkabroq, chunki bu surunkali autoimmun holat hisoblanadi. Ya'ni organizm o'ziga o'zi qarshi kurashadi desak ham bo'ladi. Bu kasallikni davolashda birinchi o'rinda bemorning disiplinasi katta ahamiyatga ega. Ya'ni bemor vrachni har bitta aytgan gapini qilish kerak hamda parhez, ya'ni to'g'ri ovqatlanishga rioya qilish kerak. Bu narsa juda qiyin bemorlarimiz uchun. Ko'pchilikni sabri yetmaydi, vaqti yetmaydi, xohish bo'lmaydi. Hamda bu kasallikda remissiya paytlari, ya'ni holat yaxshilangan paytlari bemor yaxshi bo'ldim deb o'ylab yana parhezni buzadi hamda bu kasallik takrorlanishga olib keladi. Shuning uchun shifokor erozivniy yazvenniy kolit tashxisi qo'yilgandan keyin aytgan har bitta tavsiyasini bajarish kerak bu kasallikda. Bu bemorimizni demak operatsiya qilinmaydi, konservativ yo'li bilan davolaymiz. Xudo xolasa uzoq muddatda surunkali qayta dinamikada ko'rib turamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Rahmat.